Salom do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Bu Dream Ligani mod qilingan versiyasi, ya'ni 2017-yilgi versiya. Ko'rasizlar, boya bu o'yinni o'ynayotgandim. Hop, mayli, endi sizlar uchun o'yindan chiqib ketaman. Bundan yutqizdi deb chiqadi. Ko'rishimiz mumkin mod. Ronaldo bor, Messi, Pepe, Bale, Marcelo, Kroos, Pogba olgan, Ramos, Neymar Junior, Virgil van Dijk, Petr Cech, bu yerda yana normalniy nima edi, zaminali yo'q, bitta Buffon bor normalniy. Bale travmadan chiqaramiz. Ko'rishimiz mumkin mana bu yerda Luis Suarez, Mohamed Salah, Luka Modric, Harry Kane, De Bruyne hammasi bor. Mana shu o'yin ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, ana endi yana bitta match kirib o'ynab beraman sizlar uchun. Mana kanalga joylanadi. Agar mana shu video normalniy like yig'adigan bo'lsa, qanaqa o'tkazishni o'rgataman bular hammasini. Cho'ta video zapis qilayotganga ozgina qotyapti video. Yaxshi bormayotgan bo'lishi mumkin. Mana yoqib ko'ramiz, yaxshilarmikan. Bunda ko'rishinglar mumkin normalniy chopdi oyog'ini. Davay, tezroq tepa qo'y endi. Voy, Sergio Ramos mana bu. Voh, yomon chaldi lekin buni ham. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ketdi ana endi. Cristiano'ni to'xtatib bo'lmaydi. Bular hech qaysisini aql etmaydi Cristiano'ni to'xtatishga. Agar o'yin qotmasa, noto'g'ri joydan o'zi tepildi. O'yin qotayotgani sababli ham. Voy, ozgina qolgandi-ya. Virgil van Dijk nechinchidir golini urardi komandamda o'sha. Lionel Messi 4-5 talar hat-trick qilib tashlab bo'lgan. Men komandam kelgandan keyin ketdi. Bale, ay, offside. Hop. Buni 90 minut o'ynab ko'rsatamiz. Agar qotmasa, yana Dream Ligani o'ynashni bilmas ekan, unaqa yozmaymiz. Prosta qotyapti video, ko'rishinglar mumkin. Qizil bersa kerak Bale'ga. Qizil bersa kerak. Sariq yaxshi. Sariq normalniy, lekin bunaqa patkatga, bunaqa chopishga. Paul Pogba. Oy. Qanaqa chaldi? Pogbaga qizil? Qanaqasiga? Voy, vashsho yomon chalgan ekan. Lekin Bale bundan battar chaldi, lekin qizil bermadi. Bo'ladimi? Urishga qo'ymaymiz. Gol urishga qo'ymaymiz. Kamiga varatada Petr Cech bo'lsa. Men Petr Chechga ishonaman, o'shaning uchun uncha gol ura olmaydi. Shu paytgacha o'tkazgan bo'lsa, 2 ta gol o'tkazdi. Bir haftadan beri mana, bir hafta o'yinda 7 kundan beri 2 ta gol o'tkazdi. Marcelo. Oppa! Yaxshi sabotni udar bermadi. Imkoniyat bor. Cristiano Ronaldoga pas berildi. Offside emas, yaxshi. Golmi? Voy! Udar tepmadi pashti. Pas berganda tepib qo'ydi. Hop. Voy, nimasi bu? O'yin xatosimi yo'q, nima xato bu? Mana gol. Cristiano Ronaldo. Petr Cech xursand bo'lib ketdi gol urganga. Mana bu golga qaranglar, vashshi zo'r urdi lekin.
Chotga kirdi gol. Nechinchi minutda? 33-minutda hisobni ochdi Cristiano Ronaldo. Bunda ham lekin live o'sha bor odam bilan o'ynash. Pepe yana Cristiano Ronaldo hat-trick qilamiz hozir. Eng asosiysi bunda reklama yo'q. Shunisi mazza. Oddiy Dream League'ga o'xshab bitta matchda 10 talab reklama bermaydi. Davay! Mana vay. Ozgina qoldi. Xo'p, Bale'da sariq kartochka bor. Ramos, qattiq berib mayli. Hech nima qilmaydi. Hozircha 1-0 ga yutyapmiz. Real Madridda old komandasini yig'ganman. O'sha prime davri Real Madridni to'xtatib bo'lmas, sostav yig'ilgan. Shundoq ham to'xtatib bo'lmas sostav. Prosta o'ynashni biladigan igorok bo'lsa, bu sostav shundoq ham eng zo'ri. Birinchi taym tugaydi deyapti. Ko'pto sapernikda bo'lsa, 1 minut yozilgan bo'lsa, 5 minutgacha o'tib ketadi. Ko'pto agar menda bo'lsa, 1 minut 1 sekundda o'tib ketadi. Peter Chix mamyodan tepgan yaxshi. Tezlash endi. Yaxshi tepa olmadi, mayli. Hali birinchi taym tugamadi. Neymar Junior everybody. Marcelo endi tugadi. Ketdik, mana boshlaymiz. Bale, Cristiano, Solo boradimi? Agar hozir Solo borib gol ursa, vashcha qoyil qolardim demoqchi edim. O'xshamadi. O'xshamasligini ham bilardim o'zi. Chunki bu normalni o'ynab qo'yadigan komanda. Uncha ko'pto berurmaydi. Lekin Cristianoga farqi yo'q. Oppa! Yana ozgina yaqinroq kelib tepganda balki gol bo'larmidi. Pepe. Voy, davay! Mana gol. Pepe'dan assist Cristiano Ronaldoga. Juda yaxshi assist keldi. Messi. Ankara Messi deydi-yu. Oppa. Bitta o'xshamagan patkat, ikkinchisi o'xshamagan patkat. Ketdi Bale'dan bitta patkat. Voy, qanaqa buni qaytarib bo'lmasdi lekin. To'g'ri kirib ketyapti devorataga. Chiziqda ushadi o'zi ham. Endi Peter Chexda bu. Nimaga to'xtatib bo'lmayapti? Tushunmadim. Marcelo, Cristiano, Messi ham bitta odamga o'xshab gol urib ko'rsin qani. Oppa. 3-0 Lionel Messi Cristiano Ronaldodan assist. Shunga ikkalo ham xursand bo'pti. Nimagadir og'irlashib qoldimi buni o'ynash? Ketdi Cristiano.
Voy, вообще nimaga durginat qilyapti-yu. Video zapis yo'q qilganga. Voy, kim edi? Marcelo. Sariq kartochka. Ayo, bermasagan. Yaxshi, var sotib olganmiz-da, aytsam-a. Var sotilmagan, просто endi biz millioner bo'lganimizga ozgina pul qo'shib berardi, bizani yonimizdan olibdi. Lekin boya qizilni bekor berdi lekin. Shu qizil bergan uchun ham endi mana hat-trick qilib tashladim. Tezlash Cristiano voy ulgurmadi, pas berardi. Da ketdi mana. Oppo, Sergio Ramos. Voy. Uchuv bir yaxshi. Ketdi mashina uchirib yuboramiz. Cristiano Ronaldo лучший игрок матч. Kuchaytirib tashlaylik. Texnikani kuchaytirsam ekan yo udarrimi? Udarri birinchi kuchaytiraylik. Mana qorayib turganlari bu ish bo'ldi. Boshqa kuchaytirib bo'lmaydi degan-a. Mana kuchaytirib bo'lmaydi. Ana. Hop, skorost 100. Mana 100 ketganmanmi sila 82 bu. Yana 100, 96, 100, mana 52 olib qo'yaman. Bo'ldi, yana bitta match o'ynagandan keyin kuchaytirsa bo'ladi.